Türkiye İyi Partiyasi Ankara'da kişilik hukuk ve Şarkı Türkistan temasida yig'in o'tkazdi. Yig'inda so'z qilgan partiya raisi Meral Akşener xonim Uyg'urlar haqida tayyorlangan 101 betlik dokladni tunishtirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu doklad jazo lagerlarining ziyonkashligiga uchraganlar bilan elib berilgan suhbat va mutaxassislarning fikrlariga asosan tayyorlangan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni fosh qilgan bu doklad Uyg'urcha, Turkcha, Inglizcha va Xitoycha 4 xil tilda e'lon qilingan. Xitoyga qarshi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish uchun Sharqi Janubiy Osiyoda ziyoratda bo'lgan Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyni nishonlagan so'zlarni qildi. Ziyoratning tunji bekiti bo'lgan Indoneziyaning poytaxti Jakartada uchrashishlarda bo'lgan Blinken bu yerda qilgan so'zida Xitoyni tajovuzchiligini to'xtatishga chaqirdi. Blinken Washingtonning rayondagi ittifoqdoshlar bilan davomli hamkorlashadiganligini bayon qilib, biz bu yerdagi sheriklarimiz bilan prinsip asosida tartibni davomli qovdaymiz. Rayondagi davlatlar o'z yo'lini tanlash huquqiga ega bo'lish kerak. Beyjingning bu rayondagi tajovuzchilik harakatlari masala paydo qilmoqda dedi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligining parlamentga sungan hamjat dokladida Xitoyning 2025-yilgacha Tayvanga tajovuzchilik qilishi mumkinligi o'tirib qo'yilgan. Tayvan taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, hujjat yana Xitoy Xalq ozodlik armiyasining tajovuzchilikka tayyorlik qilishining yetarli emasligi va qo'lida yetarli paraxti yo'qligi ko'rsatilgan. Angliyada parlament Xitoy koronavirusining tez tarqalayotgan Omikron turiga qarshi turishning bir qismi sifatida vaksinalash pasportini o'z ichiga olgan bir qator cheklamalarni o'z ichiga olgan belgilamani tasdiqladi. Ozarbayjon prezidenti Aliyev va Armeniya bosh ministri Pashinyan Yevropa kengashining raisi Mishel bilan 3 taraflik suhbat o'tkazdi. Yig'in 2 soatdan ko'proq davomlashdi. Aliyev bilan Pashinyan ilgari Rossiyaning Sochi shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan 3 taraflik uchrashishda ko'rishgan edi. Belgiya bosh ministri Alexander De Croo 14 dekabr seshanba kuni Belgiyaning Beyjing qishloq olimpikiga hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini aytdi. Buning bilan Belgiya Uyg'ur qirg'inchiligi sababli Beyjing qishloq olimpikini diplomatik boykot qilgan Amerika, Kanada, Angliya va Avstraliya qatorliq davlatlarning sepiga qo'shildi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini va boshqa kishilik huquq dafsandichiliklari sababli Beyjing qishloq olimpikini diplomatik boykot qilgan davlatlarning soni oshmoqda.